Hozirgi vaqtda venerologiya sohasida juda ham aktiv bo'lib kelayotgan sifilis haqida gapirib o'tmoqchiman. Sifilis o'zi nima? Qanday paydo bo'ladi va nima asoratlarga olib keladi? Sifilis bu xronический infeksion kasallik hisoblanadi. Treponema palladium asosan organizmga tushganda sifilisni chaqirishi mumkin. Asosan onadan bolaga yuqishi mumkin. Bu vrajjoniy sifilis bo'ladi yoki-da половой putda, ya'ni er va ayol yoki-da boshqasi bilan aloqada bo'lgan vaqtingizda yuqishi mumkin sifilis kasalligi. O'zi sifilisni stadiyalari bo'ladi. Ya'ni bizning xalqimizda juda ham ko'p uchraydigan narsa bu kasalligiga e'tibor bermaslik. Bu birinchidan. Ikkinchidan esa bu именно o'sha kasallikni tam poliklinikaga boradimi yoki-da xususiy klinikalarga boradimi, gosuchrejeniyalarga boradimi, o'shani pul bilan bosti qildirib olish. Juda ham ko'p uchraydigan narsa. Buni yashirib o'tirish joyi yo'q. Shu holatda uje bizning sog'lig'imiz ikkinchi planga o'tib qoladi. Bu juda ham yomon narsa. Juda yomon narsa. Sifilis aynan shu ikkinchi planga, sog'liq ikkinchi planga o'tgan vaqtda sifilis birinchi o'ringa chiqadigan joyi. Ya'ni uni inkubatsion periodi bo'ladi. Inkubatsion periodda bizda tverdoy shankr paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni u delipakhovoy oblasti yoki yuzlaringiz atrofida bo'lishi mumkin. U toshmalar og'riqsiz bo'ladi, lekin shankr prям kattakon narsa yazva podobniy formada bo'ladi, og'riqsiz bo'ladi va uni atrofidagi limfa uzunlar sal ishib qoladi. Inkubatsionniy period asosan 2 haftadan 3 haftagacha davom etishi mumkin. Первичный sifilis tverdoy shankr bilan bo'ladi va u bizda demak 3-haftadan boshlab 10-haftagacha davom etadi. Undan keyin bizda первичный sifilisdan keyin вторичный sifilis paydo bo'ladi. Первичный sifilisda ham ko'p holatda akalarimiz bo'ladi, e'tibor berishmaydi, og'rimayapti-yu, og'riq bermayapti-yu, hech narsa qilmaydi-yu deydi, o'tib ketaverishadi. E'tibor berishmaydi, e'tibor berishmaganligidan keyin tverdoy shankr ham o'zi qaytib ketadi. Bu sifilisni qoidasi, bu uni tabiati. U qaytib ketadi va ikkinchi formaga o'tadi. Ya'ni sifilisning ikkinchi formasiga. Bu yoqda uje bizda papulalar, uziloklar paydo bo'lishni boshlaydi. Bu yoqda uje bizani vrachlarimizdan ham venerolog, dermatovenerologlarimizni agar optni bo'lmasa, ularning ham xatosi bo'lishi mumkin. Ya'ni qaysi holatda bu bo'ladi? Qarashadi-da, bundoq qarasa agar toshmalar toshgan bo'lsa, allergik dermatoz ekan, anchadan beri bo'lmayaptimi? U bu deydi. U shankr akani esida ham yo'q, uje esdan ham chiqib ketgan shankr bo'lgani. Bundoq qaraydi, allergik dermatoz ekan deydi, yozib beradi. Dori ta'sir qiladi. Sifilis uchun tashqi agar protivirusni bermaydigan bo'lsangiz ta'sir qilishi mumkin. O'sha ketadi. Yo'q bo'ladi o'sha sifilisga. Вторичный papula uziloklar yo'q bo'ladi. Bir xilli shunga ham e'tibor bermaydi. Qichib yuraveradi, azgincha qichishyapti, boshqa bo'lyapti deydi, e'tibor bermaydi, o'tib ketaveradi. Sifilisni uje ikkinchi periodi yoki-da 3-periodiga yoki-da skrytiy formasiga o'tib qolishi mumkin. Skrytiy forma nima? Demak, sifilis latent formaga o'tadi va uxlaydi. Ya'ni organizmimizda neytrofillar bor. Neytrofillarning asosiy vazifasi organizmimiz immun sistemasini aktiv qilib, uni himoyalash. Tashqi muhitdan keladigan antigen, tashqi muhitdan keladigan virusli infeksiyalar, bakterial infeksiyalar bo'ladi, ular bilan birga kurashish. Lekin sifilis aqlli, biologik xususiyati qanaqa? Именно o'sha neytrofillar ichiga kirib oladi. Tasavvur qilsanglar, sizlarni zashitanglar, sizlarni himoya tiziminglarning ichiga kirib oladi va harakatlanadi. Himoya tizimingiz hech qachon bitta joyda turmaydi, u har qayoqqa boradi. Sifilis ham o'shaning ichida birga harakatlanadi. Toza transport vositasi harakatlanish uchun harakatlanib har xil organlaringizga, ya'ni tana a'zolaringizga borib, u yoqlarni o'zi повреждать qilishni boshlaydi. Latentniy formasiga o'tganda sifilis sizni yillar davomida qiynamasligi mumkin. Bu 1 yildan 10 yilgacha umuman sezmaysiz. Lekin kim bilan aloqada bo'lsangiz ham, xoh bu to'g'ri yo'lda, xoh bu yomon yo'lda, teskari yo'lda aloqada bo'lsangiz ham, har bitta insonga yuqtirasiz. har bitta insonga sifilisni yuqtirib kelasiz. Kim bilan bo'lishingizdan qat'iy nazar.
xoh o'zi bu onadan bolaga bo'ladigan bo'lsin, xoh polovoy putni. Keyingisi u stadiya ham o'tdi. Demak, latentniy stadiyasi ham o'tdi, 3-chi stadiyaga уже yetib kelamiz. 3-chi stadiyada уже sifilisdan hech qayerga qocha olmaysiz. Уже bu yoqda bizada koagulyatsionniy nekroz paydo bo'lishni boshlaydi. Ya'ni qayoqda yazva, rubets qolgan bo'lsa, vtorichniy sifilisdan o'sha joylarda nekroz bo'lish boshlaydi. Erkaklar eng yomon holda ham o'sha e'tibor bermagan joyingizda asbobingizdan prosta ayrilib qolishingiz mumkin, qo'pol qilib yetganda. Ya'ni polovoy chlen asbobingiz prosta uzilib tushadi bo'ldi.